Nima? Tekinga oddiy rasmlarga gapirtiradigan studiya direktor o'rgating. Tekin. Tekin baribir tekin deb, mayli, o'rgataman. Ko'ringlar. Birinchi bo'lib Googledan Hagen saytiga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin registratsiya с помощью Google'ni bosib, Google akkaunt bilan ro'yxatga o'tib olamiz. Shunaqa oyna chiqarib beradi. Biz ham $0 tanlaymiz, tekinligini. Va ketdi ro'yxatga o'tish boshlanadi. Nima bo'ladi? Sen nima uchun ishlatmoqchisan? Nima bo'lmoqda? Mana o'zim uchun deyman, personalni tanlayman, ketdi. Hobbilayman, tanladim, ketdi. Va hokazo shunaqa tanlab yuboraverasiz. Mana Instagram deyman, ketdi. Va tayyor, mana ro'yxatga o'tib bo'ladi. Ro'yxatga o'tib bo'lgandan keyin mana bunda plus belgisi bo'ladi. Plus belgisini ustiga bosib, uploadni bosib, men o'zim rasmimni yuklab olaman. Rasmni yukladim va promptini yozdim. Mana menga bu bola shunaqa deb gapirsin deb yozdim va men buni enterni bosib ketkizib yuboraman. Ketdi. Va video tayyor, bosamiz, ko'ramiz subtitr bilan. Obuna bo'ling, oldinda sun'iy intellekt videolar juda ko'p. Obuna bo'ling, oldinda sun'iy intellekt videolar juda ko'p. Shuni esingizdan chiqarmang. Tekin, baribir tekin.